Chaqaloqlardagi sariqlik ikki xil bo'ladi: fiziologik va patologik sariqlik. Fiziologik sariqlik chaqaloq hayotining 3-4 kunlari paydo bo'ladi va 7-10 kun ichida u o'z-o'zidan o'tib ketishi kerak. Lekin sariqlik 2 haftadan uzoq muddat saqlanib tursa, bu bola hayoti va ayniqsa bosh miyasi uchun juda xavfli hisoblanadi. Chaqaloqlardagi bu sariqlikning sababi qondagi bilirubin miqdorining normadan keskin ortib ketishi hisoblanadi va natijada bosh miya zararlanadi va bilirubinovoy ensefalopatiya keltirib chiqaradi. O'z tajribamda juda ko'p marta bilirubinovoy ensefalopatiya natijasida, ya'ni patologik sariqlik natijasida bolalarni hatto nogironlikkacha olib kelganini ko'rganman. Chaqaloqlardagi sariqlikni o'z vaqtida davolash va uni asoratlarini oldini olish uchun fotolampa olishni tavsiya etaman. Fotolampalar chaqaloqlar uchun mutlaqo bezarar hisoblanadi va u teri orqali qondagi bilirubin miqdorini kamaytirib beradi va bir necha soatlar ichida sariqlikni ketkazib, uni asoratlarini oldini olishga yordam beradi. Hozirgi kunda fotolampalarni nafaqat statsionarlarda, balki uyingizda ham farzandingiz uchun qulay sharoitlarda olishingiz mumkin.